Assalomu alaykum, bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi romligimiz Akfa Zolotoy dubdan bo'lgan. O'rtada bitta ochilish, ikki qanotli ochilish, o'rtada ikkala chekkada ikki donagina derazamiz bor. Derazalarimiz 4 ko'zli tushgan. Yo'dovoy oynakka oq oynagida paket qilingan. 2 qavatli oyna. Buni pastlari devorni o'ziga apshipka qilingan. Mana bu narsa devorni o'ziga apshipka qilingan narsa alkafon. Xo'p, o'rtalarida ham alkafon bor, ustunlarni alkafon bilan o'ralgan. Nargi tomonda padagonligi bor, 20 lik padagonlik. Ustunlari ham apshipka qilib o'ralgan. Buni 2 qavatli oynaga qilingan, ili derazasi ham ikkita ochilishli bo'lgan, o'rtadan ikkita ochiladi. Buni общий summasi 12 million so'mga tushgan. Mana shunday holat. Ichkaridagi mana shunday apshipka bilan keyin padagonligi ham bor. Endi u holatini hozir ko'rsatish uyda odam yosh bolalar bo'lgani uchun ko'rsata olmaymiz. Tashqaridan o'sha ikki qanotli eshik ikkala chekkasiga chift quloq qo'yilgan. Detonatsiya bo'lmasligi uchun ochib yopilgan edi. Mana shunday holatda, hop, bu yerda bitirib berdik, inshaalloh. 12 million so'mga tushdi. Mash holatda turishi. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.